Hozir men senga rasm tashiyman. O'sha odam o'ldirasan, tushunding? Mana shu rasmdagi odam uyiga borib o'ldirasan. Otaxon, qalaysiz? O'g'liz qayerda o'g'liz? Bacham o'g'lim ishga ketdi. Uyda yo'q. Men o'g'liz o'ldirsa keldim. Men killerman. Hay. Kelancha uyga kirib o'tiring, choy boy qilaman. Yo, men o'ldiraman ketaman sirasi. O'g'liz chaqiring sirasi o'ldiraman ketaman. Bir soatlara kelar bacham, tez hozirtma keling uyga kiring. Qanday bo'laykan? Kiring, uyda bir piyola choy ichasizda, kiring qani, kiring. Yaxshi qilibsizda kelib o'tiring. Bu kerak emas, qo'yavering. Bacham o'tiring qani, mehmon, mana qarang. Mana bir piyola bu choy, bu o'zbekchilik qiyda qilib o'tiring. Bacham siz bu yerda bemalol choy ichering, mana bir ikkita ishlarim qilaman. Qay bacham? Choy chancha ichadi, siydigini ich. Bacham lekin qoyil qolmadim. Bu dadangiz ta'lim tarbiya bermagan ekansiz. Otangiz keyingi odam bu yerda yer og'daribdi, bir yordam beray demaysiz. Bir o'g'lim kelancha sal ishlarma qarashing. Ha keling, hay. Men yordam bersak yordam beradi. Bacha, istizotlarni toping. Ha, keladi. Bir soat, yarim soatda keladi. Oyda turib qaram qoshiga o'sma qo'ygan ekan qo'ribdi. O'g'liz. Charchamadingizmi? O'g'lim bilan gaplashdim, 5 minutda keladi. Mana qarang, yangangiz mantiq qilibdi. Men amaki ketaman, men choy ichib kelmadim. Hay, menga qarang, mehmonsiz yuring qani o'tiring. Ko'zini qaraysan yoshiga dog'da o'smasini yuvib. Oling. Oling qamacham olib. Mana qarang qani. Yurgan ayb yo'q. Ketami? Ya, menga qarang. Men xizmatdaman, Xizmat. Men o'ldiraman ketaman, qo'ying. Rossiyadan o'g'lim olib kelgan. Kelgandami? Bormang. Bacham, yaxshi keldingmi? Mehmon. Keldi o'g'lim, keldi, o'ldirsangiz bo'ladi. Kim bu dada? Bilmayman men, nima deydiman? Odam o'ldiraman, sen o'ldirishga kelgan killer ekan bu. Men bilmayman bu.